Bana. Adaş, bana dağıtma bana. Boldu Estağfurullah Cuma. Adaş, kapak kılıp birini sağım kılıp Cuma bana resmi Cuma. Bir bundum bulak ağzını jumlak çıkartı ediken bana ki. Ködüm adaş bana. Bak ködüm olama. Vay ködüm adaş. Salam kılını ködüm olamanın. Vay bir çıraylık salam kıldık o bunun her yaman. Sen köymepse adaş sen ha? Salamını köymepse anın. Salamünaleyküm. Cuma durdun da. Döp git var deyim hava. Salam degen aşında kımay kanda kıldı. Adaş. Pıf tapmasa. Assalamualaikum. Deytip işkide tal pıf tapmasa. Salamünaleyküm. Salamünaleyküm. Assalamualaikum. Okşam da adaş. Sen ne bilen oylap kettin adaş? İkisi okşaş bir gap koy. 8 16 adaş. Kanda okşaydı. Ha kanda okşaydı. Biz bilmeydik adamın bala baksın şu ha. Bir paçadan yap kalkan bir kalende turkotundan balası deyip işkide tal pıf tutkan karamanınki. Nemesi ki paçalık pıf deyim adaş. Estağfurullah. Ne bilen deydi kalsa adaş? Hem iş var o tırışçallıktan geliyordu. O ana aşında tırış aşkı. Hara, yetti kavet beyin adam birini saldı. Ma nurgulağa işsiz kalganlarını işe uğurlaştırdı. Bu yakşı iş emas adaş. Yetti kavetlik bir adam birini saldı. Ha? 4 günlük şu, 4 günlük. Çocuğunu küsü sanayımız adaş. Şunda al yoluk doğru yapılıp bir çıkavesi o yetti kavetlik binası toy gitti. Meme var o adaş. Unundun bir 10 kavetlik binası aldığın allık açan hem teyarlıkını tutup koydum şuma. Lakin şu pul yok. Üzme peş, ağzın kıçış, dep dursak adaş. Hiç kim bizge pul vermeydi. Şu pul tepişinin amalını kılışımız, ecir kılıp tırışımız gerekti. Kara, kallı işirtip, capa tatkaşka biçermen, beşi de çeçimi kanmıda beş. Ma gep ne? Aş kallı işlet geçke, çüp ketken çaşmaştan biçtike. Kallı işlet geçke anam çeçip tuttum ha. Adaş, işlemeydiğen başta hecillap çaşma tutmaydı. Nemilen deydi kalsa? Yok, ötkende adaş bir sorungu bile verip kaldık anı ola deyme. Ma çetelden bir ağinimiz kepti ki. Onunla benim yakın ağinimiz. İkimiz birleş meyman kıldık. Meyman kılsak aşı köz kılıp, var yoğunçılık kılıp, cozun tepe degenge seydigenin dölüvet deyve adaş abi. Dölüvet de? Sen burutmadın mı? Ben buruttum. Huanga'nın kaltı gitti bir taksa. Dapiyancıydım bir taksa. Andi jellibiyo bilen kikirkala kırıp ottadım şu. Anladı keço. Ondan keyin qarsam da ko'zim qarab qo'yib, yana 4-5 qil seni burtutib. Asqarjon deydi. Davchamma. Deb kelib o'ttadim. O'tasam, deb kelib yana 4-5 qil seni burtutib, Asqarjon deydi. Davchamma. Deb kelib o'ttadim shu. O sen bu 4-5 qil seni burtib qo'yib, Asqarjon degan demisi? Sen onu davchamma degan onemdi. Adaş, anın zeherde kipi hava, zeherdek, Asqarjon degine. Sen sıkmadın mı? Asqarjon degine. Adaş, ma ikimiz meymanı tang chaqirdik, meli meyman qilib seni burtib o'tamdim degine. Menim davchamma deganim yanchi ko'p sal boshroq adaş deganim hava. Keyin kim qanday bo'ldi? Keyin qanday bo'ldi? Endi sen bilan uzun bo'pti adaş ko'rishmidik. Endi ma og'inimizmi chet eldan kelibdi deb qara. Obdaroq o'tirildi deb tutab joy kirsam. Erle dap işçili, ayallar ravab deb. Bizge dapılar ravab deb sürüp hemmimizni uslug silbeti deyman. Öz işmigen diken avadaş. Mağılız olam deyim araqni. Bo'pti-ku, bir chiroyli hurmatini qilibdi-ku. Aş hurmatma? Aş hurmatma? O hurmat emas, düşmanlik ko'z qilganlik adaş. Yo'lmanganma, yerib qolgan, xotalanmay, kirib qolgan bir nima ta bu? Ishki to'rtdan pul deyiplar. Adaş, chiroyli xotindan birini ilib oldi emasmi av deyman. O chiroyli xotin olamda, saf xotin olamda. Seni nima chattiqan adaş? Haqing shu. Seni nima chattiqan? Nima chatqan bo'lmaydi adaş, pulni mo shu topsa bizning malda. Xotinning chiroyligim shu, biz nima ish qilamiz? Madada urinib baxmamsa, bir ishni peshin tutib pul tepishni amalni qilmamsa. Adaş, nimada tushirmas, qanday amalni qilaman? Men bu yo'g'o, lodan bo'lgandan keyin kichkimizning tatili cho'ng oldik. Bir mallik deb, ya bu yo'g'o, shirkatning bir kichik bir xizmat bermisa. Et degan qaqishib pullab shugicha başlamışında rak yapın deysen bombam dadaş. Man qara, ummuchu seni kelib may bizning shirkat ishlasin dedi. Biroq biz bergan xizmatni yaratamo, yaratmasmi deb o'ylab qopti dadaş. Men bu ashning shirkatida ishlayapman. Men ash kasson ishlasin dedim shu va? Bo'lapti, nima ish qildi ekanman? Nima ishlaydi ekanman? Golofanda ishlaysa. Nada? Golofanda. Men golofon ishlasam, o'zim ish qiladi. O degan Dongsijang. Nima? Dongsijang. Dongsijang? Dongsi degan muzlab o'l degan gap qilib. Ajab obdan bo'ladi, buzil qishdan chiqamag'dekda laqva. Mana og'zingni eshitma. Mana og'zingni eshitma bo'lmaydi.
O degan bag'o bosh lider Dongsijan. Sencho. Mana shu shirkatning tarmog'idagi bir zavod Changjang. Vahma gapni. Birsinglar Dongsijan, birsinglar Changjang. Men Golofanga Fangjang. Demişsin sen şu Golofanga mas'ul olsa? Nima? Aş Golofanga mas'ul olsa? Menmi? Ha? Men mas'ulamdan. Ha? Golofangni boshqaramdan. Ha? Yo'qligimiz o'zim qilamdan. O'zing qilsa? Bo'lapti. Andayri bo'lsa, mayli adash chidab oyligimga 1000 qo'ydim pul uralamdiki. Eligo men qo'y debsa adash. 2500 qo'ydim berdigan bo'ldi. Nech bor? 2500 qo'y. 2005? Ha? 2500. 2500 mi taqa? Ha? Ma ko'rdingmi? Ras ko'z qilamdikan. Ras ko'z qilamdikan. Ashib pulim bor deb ko'z qilmasam, menga 2500 qo'yaram da adash ashi bor. Sen nimalarni o'ylab ketding adash? Sening bor qobiliyati va boshqarish iqtidori bor deb men xizmatni senga beryapti-da. Bo'lapti, ishlasammi, ishlay. Undan men aning oldiga bormayman adash. O'z oldimga kelib dursin. Oldin kelib? Ha? Sen uning oldiga borsang nima bo'pti? O sening olding kelsin nima bo'pti? Ikkisi o'xshash bir gap adash. Qanday o'xshaydi? Ha? Qanday o'xshaydi? Qanday o'xshaydi adash? Ikkisi o'xshamaydi. Ya men to'nimaydigan odamman, balasi olsa-ki adash, ishtim tizlashmaydigan bir Turg'utimning balasi adash, bizning ota-onamiz tigini bilamiz sen tigin ota-onamizdan. Ha, degina. Mening ota-onam bor adash. Ayni vaqtda Chiparqutdek yo'l topgan. Shermannondek yuz topgan. Shamishada ot ko'tarib, Janonchinda osh ko'tarib yurgandan bola vaqtishmaydi adash biz. Ana ularni tanglashsak sen. Adash. Bu qachongacha sen kim, men kim deb yuramiz? Ha? 10 qo'y pul topsak, 9 qo'y pulvarni yaratmasak, 11 qo'y pulvari bizni yaratmasa, sen kim, men kim deb bir-birimizga po'chilik qilishgacha, bir-birimizni qo'llab, yaqinda yordamda bo'lib o'tsak yaxshi emasmi? Bir odam azroqli natija qozonsa, uning keyindan gap topsak, qusur topsak, bizga nima foydasi? Ha? Qo'limizdan po'q kelmaydi. Haqni yaratmaymiz, qusur topamiz. Og'zimizda sha'ilib, quruq gap bilan pilni tavratgandan, amaliy ish qilib, qilni tavratganimiz a'lo. Menimcha bunday nachar illatni yiltizdan qurtitishimiz kerak. Sizlarga jiminasini qurtitadigan chufing jidakli bola. Bo'ldi, chaqchiqingni qo'y. Yana texi ba'zilar o'zining bilimining boshqalardan ustunligini bildirman deb og'ziga kelganini jo'ylab, boshqalarning yaratgan natijasini yo'q chiqarib o'tishni, hatto ularni to'ralma holatidalar tunjuqtirib o'tishni o'ylamdi ekan tang. Agar karomating bo'lsa, sen mu ashular qilgan amaliy ishdan birini qilib beqib, talanting urg'ib teshib ketib, qiladiganga ish topolmay, bekli bekor qolganda, oning kayindan haqning kayindan gap topmamsa, qusur topmamsa, har qanday bir odam yangidan ish boshlaganda tanqidga, qusur tepishga emas, balki qo'llashga, rag'batlantirishga muhtoj. Buni bilasizmi? Ham yaxshi adash. Biz uni qo'llab qo'yaylik. Qanday? Qo'llab qo'yamdoq. Qo'llab qo'yaylik. Bo'lab adash, diginingmi to'g'ri qo'llasaqim be qo'llaylik, be qo'shlab qolsa tutqutimning bolasi. Deb ishlab qo'ya bo'lib chirkdida. Juramda olsa. Qo'llab qo'yaylik emas. Qo'llaylik. Qo'llashimiz kerak demamsa. Qo'llashimiz kerak. Jura. To'xta. Ayak berib adash. Ya'ni sen kim, men kim deb ko'n xamanni so'rib, men mening yuzimni to'kadigan ishni qilmoqchi. Va xotirjam bo'laver, adash biramizchilik yuzini to'ksak to'kamiz, og'inning yuzini to'kmaymiz, juma biz. Mana? Jura.